Lekin qadri baland qadrdon obunachilarimiz, sizlarga bir shunaqangi shirin bo'lgan ajoyib bir xonadonimdagi mushuklarning oilasini ko'rsatkim keldi. To'g'ri niyatda qabul qilib qo'yasizlar. Alloh bergan mo'jizasini qaranglar. Kis. Ishoninglar, bitta oila naq 11 ta polaponi bor. Mana maşalloh. Havas qilganlar bo'lsa like bosib qo'yamiz videoga. Hammaning uyida shunaqa barakali mushuklarni boqishlik nasib qilsin. Prosta sizlar bilan bo'lishkim keldi. Mana bitta oilani 11 ta polaponi bor. Mana bemalol sanashlar ham mumkin. Ko'pligini qaranglar bularda. Juda ham mana hozir sut yemadi bular. Hammasi hali sutdan chiqqani yo'q. Chiroyliligini qaranglar ularni. Maşalloh. Bu otasi, mana bunisi onasi. Bu Markiz, bu Markiza. 11 ta polaponi bor. Mana sananglar 2, 4, 6, 8, 10, 11 ta. Hammasi shatda ekan, qoyili. Maşalloh. Prosta havas qilganlar bo'lsa, mana like bosib ishqibozlar uchun 11 ta polaponlari bor. Mana bitta oila sizlarga. Mana bundan ortiq baxtli oila bormi? Kis. Mana shirinlarim. Prosta sizlar bilan bo'lishkim keldi shu narsani. Jonlaring sog' bo'lsin, bizni kuzatishda davom etinglar. Havas qilganlar bo'lsa like ta ayamasdan bosib qo'yamiz. Shunday shirin polaponlarga. Maşalloh.